Tavba qilmay intervyu beradigan darajaga yetib qolmana. Yo'q. Ba'zilari xezili gay kod deb biladi. Masalan, bola o'zi yaxshi ko'rgan ishini qilmasligi muhim emas, ani Malibu muhimroq-da. Agar ani Malibu bo'lmaganda, ani bola oq bo'lardi. Malibu bor, bu meni o'g'lim deb faxrlanib yuradi. Oyimni menimcha adashmasam $3,500 tushirib qo'yganman. Bitta qiz bilan xayrlashayotgan paytim, uni ismini aytish o'rniga boshqa qiz ismini aytib o'rganman-da. Shu. Juda omadli insonman deyman. Har doim qayerda bo'lishim kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda bo'ldim. Kimlar bilan birga bo'lishim kerak bo'lsa, o'shalar bilan birga bo'ldim. Xullas juda omadli insonman. Do'stingni kichik narsalar buzib yuborishi mumkinmi? O'zi men uchun katta narsalar ham buzib yubormaydi. Ya'ni mashhurlik o'zi bilan bo'ladi. Mashhurlik orqasidan pul keladi. Pul bo'lsa mashhur ham bo'la olasan lekin. Ikkalasi uchun talpinyapman. Mashhurlik uchun ham. O'ylantiradigan savol, yer yuzidagi eng zo'r hayot o'zimning hayotim deb bilaman. Sevgi uchun qanchaga qadar borasan? Qanchagacha borish mumkin? O'shagacha boraman. Qanchagacha borish mumkin bo'lsa, o'shagacha boraman. O'limgacha. Odamlar men haqimda bilmaydigan fakt bu, oyimni, adalarini, ukasini, o'g'lini ismi Ali Mirzoligini odamlar bilmaydi. Ani betlar bilan ishlamaydi. Qimor, kazinolar bilan. Undan tashqarichi. Yana prezervativ reklama qilmasam kerak. Eng ko'p menimcha jahl ustida onamidirlarni ortlamasam kerak. Jahl ustida. Kamron bilan Nabiyning o'rtasida bilan. Hop, men hech qachon qiyomatli do'st orttirishga harakat qilmadim. O'zimdan misol keltiraman. Qiyomatli do'st orttirishga harakat qilmaganman. Men qiyomatli do'st bo'lishga harakat qilganman. Men atrofimdagilarni birontasini hozirga yo'qotib qo'yishga xohlamagan. Hamma narsa pul. Pul. Bor payti ham rosa baxtsiz bo'lgan paytlarim ham bo'lgan. Vaqti pulim yo'q paytlari simdoshim bilan uyimga 5 kilometr oppo deb pishkom ketganimda baxtiyorligim esimda. Ishlarimiz rivojini bersa, inshaalloh Qotga pulimiz bo'lsa, ofisga pulimiz bo'lsa, ko'chada qolmaylik. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz Ava podkasti 3-sondamiz. Bizning mehmon Kama Jordan, ya'ni Kamron. Yaxshi kelding Kamron? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Meni noto'g'ri tushunmaysizlar, sal hayajondaman hozir. Umrimda birinchi marta unaqa podkast, intervyuda gap deb ham, to'g'rimi? Shunaqa ro'da, intervyu, podkast gaplashib sekin o'tiramiz. Tavba qilmay intervyu beradigan darajaga yetib qolmana. Yo'q. Yengil daraja. Bitta narsa aytay. Boshlovchi bilan mehmon emas, Firdavs bilan Kamron gaplashib o'tirsin. Bo'ldi. Bo'lmasa hozir oshqozonlarim g'alati o'qiyotdi hayajonlanib. Bilasizlar, ikkalamiz bitta jamoadamiz, Ava Pro, shuning uchun sekin mana Firdavs bilan Kamron gaplashib o'tirganini tomosha qilasizlar. Ketdi. Xo'p, sekin mana savollarimni ko'rsam. Menda juda ko'p savollar bor senga. Bularning bir xillari kommentariyadan ham olingan. Ba'zi videolaring. Odamlar seni ko'pincha qanaqa biladi, lekin aslida sen qanaqasan? Odamlar meni qanaqa biladi? Hamma har xil biladi-da. Masalan, auditoriyam 60 mingtami patishkim? Undan ko'p. 60 mingdan ziyod. Ha. 60 mingdan ziyod bo'lsa, ularning hammasi bir xil, yaxshi qiz bolaning hurmatini joyiga qo'yadigan, o'rtoqlarning hurmatini joyiga qo'yadigan, o'zini bosib olgan odam deb ba'zilari bilsa, ba'zilari xezili gay kod deb biladi-da. Shuning uchun hamma bir xil tanimaydi deyman. Hamma o'zini tarafidan, o'zini qarashi bilan qaraydi. O'zi hayotda Kamron qanaqa, unga men baho berishim, men ta'riflashim noto'g'ri-da. Sen ta'riflasang to'g'ri yoki Nabi yoki umuman yetayot begini chetdan meni kuzatib ta'riflasa to'g'ri. Shunaqa gay kod deb o'ylaydiganligi qanaqa fikr bildirasan? Noto'g'ri fikr bildiraman. O'sha gay kod deyotganlar kelsa kim ko'p ajman qilishni ham yuta olmaydi mana. Kuchlashni ham yuta olmaydi. To'g'risi hamda xolisa kim tez yugurish o'ynaymiz. O'sha gay kod deyotganlarni. Kurash ham tushaveradi, farqi yo'q. U gaplarni hammasi noto'g'ri. Videolaring uchun g'oyalarni qayerdan olasan? Kreativniy такой, jinni g'oyalar hammasi. O'sha kreativniy hisoblaysanmi? Men bilaman, odamlar bilmaydi. Videolarim yoqadimi senga? Endi bo'ladi, soyada yursan-da. O'z videolarim ko'rganlar hammasi bilib turibdi. Unaqa chuqur o'ylanadigan narsa emas. Oddiy videolarda u joyida tug'iladi. Boya az bilan yangi videoga g'oya qildik-da. Ketayotdi. Joy tug'iladi. Yo'q, o'zi
aytganman-ku, bizada sohada qat'iyat degan narsa yo'q-ku. Sen uni har kuni qanaqadir soatda to'qimaysan desam, uni tuzib o'tirmaysan-da. U qaysidir vaqtda uni hech kim bilmaydi. Turib pap etib tug'ilib qoladi. O'shani keyin qilamiz biz. Boya bitta misol arz bilan ketyapmiz o'rta. Qanaqa sir aytaman senga hishim yetmagan, deyapti-da menga. Men xayolim kelib kirib hozir hammaga yetib tashlayman dedim. Keyin xayolim keldi, "Davay mana shuni video qilib oldik." Shunaqa video qilib olamiz. Toqqa chiqib keldik az bilan 8 ta video olib keldik-da. Hammasi birontasi o'ylanmagan. Prosta gaplashib yurdik, videoga oldik, qo'yib yubordik Instagramga. Prosmotr yaxshi bo'ldi. Shu chuqur o'ylanadigan narsa emas, kelib qolganda bo'lib qolgan. Videolar. Chuqur o'ylanadiganlari bor. She'r etsam shularni sal o'ylab qilaman. Sal ko'proq mehnat ketadi ularga. Instagramdagi kulgili kontentlar orqasida nima turadi? Xo'p. Instagramdagi kulgili kontentlar orqasida yaqinda Mo'min Live bloger bor, Mo'min aka. O'shalarni kontentlarini ko'rdim. U kulgili, kuldim men. Bola raqqosa bo'lyapti-da. Raqs tanlovda siz yutdingiz. Sizni butun O'zbekiston ko'ryapti. Nima? Adam ham ko'ryaptilarmi deyapti. Ha, adasi ham ko'ryapti. Adasi choyxonada o'rtalarni oldi. Bu meni bolam emas deyapti. Asqar aka, bu meni bolam emas deyapti. Keyin ha, adasi ham ko'ryaptilar. Siz Malibu 2 bilan uy oldingiz. Bu meni bolam deb o'ynab ketyapti adasi. O'zi kulgili. Lekin buni tagida jamiyatning katta fojia olib chiqilganda, qanaqadir bolani orzulari emas, manfaatlar muhimligi, shunga o'xshash narsalar. Masalan, bola o'zi yaxshi ko'rgan ishini qilmasligi muhim emas, Malibu muhimroq-da. Agar Malibu bo'lmaganda, bola oq bo'lardi. Malibu bor, bu meni o'g'lim deb faxrlanib yuradi. Lekin meni kulgili videolarim orqasida to'g'risini aytaman, hech narsa yo'q. Bu shunchaki yaxshi vaqt o'tkazish va odamlarga yaxshi kayfiyat ulash. Lekin o'zi aslida bo'lish kerak. Har bitta hazilli tagida o'ziga yarasha ibrati bo'lish kerak. O'zi aslida. Kelajakda qanaqa planlar bor, masalan, mana shunaqa videolar qilish, qanaqadir orasiga ma'noli narsalar qo'shib yuborish? Ha, planlar bor. Qachon ko'ramiz? O'zi menda ham bo'lgan o'zi. Ha. Misol O'sha az bilan olgan videomiz, tabiatni qarab, Xudo yaratgan chiroyli joylarda yuribmiz, san qiz bilan gaplashib o'tirgan bo'ladi-da. Nimaga ketkizyapti vaqtini. O'z atrofda bundoq ko'zini katta ochib qarasa, qancha chiroyli, zo'r narsalar bor, lekin odamlar nimagadir qanaqadir g'alati narsalarga umrini o'tkazib yuboradi, qimmatli soniyalarini. Shu narsa olib chiqilgan, lekin u yerda hech kim hisoblanib chiqmaydi. Mo'min Life ham aytdim-ku, o'sha qanaqa narsa ko'rsatilgan. Kommentariyasini kirib o'qisam, "Va aka, raqs zo'r tushibsiz-da." Hamma shunaqa. Hech kim ko'rmadi anta videoni tagidagi narsani. Endi ba'zilar ko'rgan, ular komment yozmaydi ular. Yoki u narsani tushunadiganlar Instagram kirib video ko'rmaydi o'zi. Shunaqa. Hech qachon odamlar oldida aytolmagan bitta hozir aytsam bo'ladigan voqea. Unaqa voqea yo'q. Odamlarga aytolmagan narsam. Hozir aytishim kerak. Odamlar oldida aytolmagan, lekin hozir aytsam bo'ladigan voqea. Voqea? Voqea narsani farqi? Qaysi birini aytib bering? Unaqa xayolim kelmayapti deyman-a. Bormi sizlarda ideya? Aziz Nabiy? Meni hayotimda sizlar biladigan, lekin hech kimga aytmaganman shu paytda sizlardan boshqa. Bular to'qish kerak. Qizlar narsa qiladi. Yo'q, to'qish shart emas, o'zi qizlar narsalar bo'ladi. O'shada bile tiqqil yozsan-da, bitta sen katta qiling hozir. Yo'q, kelyapti, u aytib bo'lmaydi deyman-a. Yo'q, uyatsiz narsalar kelyapti. Qanday aytib beraman buni? Bu joylarni ham olinsa mayli bile. Ha, qo'yaveringlar, farqi yo'q menga. Prosta onam ham ko'rib o'tiribdi podkastni. Oy. Eng esdan chiqmagan bolalikdagi voqea. 100% bor. Borlikka bor. Eng gapiraman. Eng esdan chiqmaydigan bolalikdagi voqea. Saralab bitta mana. Aytolmayman. Qanaqa? Xo'p. Adashib ketib boshqa xonaga ketdim. Ha. Xo'p, yo'q, qiz emas. Boshqasini ayta qolaman. Eng esdan chiqmaydigan bolalikdagi voqea. Qiz emas. U Kotoyim 9 yoshimga kirganimda menga velosiped podarka qilganlar. Juda katta orzu bo'lgan u payt menga velosiped. Shuna Kotoyim 1,200,000 pulni sotib borlaring, velosiped ollaring deganlar. Tug'ilgan kunimda borib tanlab velosiped sotib olganmiz. Shu, rosa baxtli edim o'sha payt. Shu velosiped hozir ham? Yo'q, 400 mingga sotib olganman.
Telefon biznesiga o'xshargan sal-pal. Ha, u esdan chiqmaydigan voqealar, telefon biznes. Ha, hech kimga yetmaganim, o'shani ayta qoling ha. Biza telefon biznes boshlaganlar onam. Va men uni rosa sotganman telefonlarni. Kreditga o'rtalarimga beraverganman va oqibatda akam u telefonlarning pulini qachon menimcha 4 oymi bo'ldi to'lab tugatgan. Akam to'ladilar hammasini. Xullas oyimni menimcha adashmasam 3,5 ming dollarlarga tushirib qo'yganman. Lekin o'zim rosa ko'p foyda olganman, oyim zararga kirganlar. O'zim rosa ko'p pul ishlatardim o'sha payt. Короче, rosa boy. Meni do'stlarim chaqiradi, boyaman, bolalarga pul ishlatdim, menda ish pul kerak degan paytlarim. O'sha payt ko'proq pul ishlatarmiding hozirmi? Hozir. Menimcha o'ylab o'tirasan kerak. Hozir ko'p ishlataman. Zo'r savol keldi. O'rtalaring senga ko'pincha qanaqa hazil qilishadi? Chunki hazillar ortida juda ham Haqiqatmi? Haqiqat bor-da, bir mana Firdavsga o'rtalaring bilinglar, kim mana yana Aziz. O'rtalarim qanaqa hazil qilishadi menga? Bilmayman, nimagadir kamur deb hazil qilishadi. Nimagaligini bilaman, bilmayman. Bilmay qo'ygan. Kamur deb hazil qilishadi. Yanachi. Yana? Premiya deb hazil qilish kerak. Ha, premiya deb hazil qiladi. Firdavs tez-tezani premiya deb turadi. Ana kuni nima bo'ldi? Videomda. Firdavsga aytdim-da, mana shunaqa men senga bo'ldi, ko'p so'rading-ku, premiya beraman desam, oylik bergan oldin deydi. Realda. Premiyadan oldin oylik bo'lish kerak. Sevgi masalasida eng noodatiy yoki kulgili bo'lgan voqea oxirgi marta. Men har kun dengiz bo'yidagi rohat emas-da. Har kun. Kollejda bo'lgan. Bilaman. Xo'p. Tushunishlik uchun az o'tiribdi. Men bilmayman-da sevgi masalasida men unaqa. Voy. Bilmasam hech boshdan o'tmagan ekanman. O'tmagan boshimdan. Kulgili voy moment просто. Sevgi masalasidami? Qizlar bilan bog'liq bo'lsa, men aytishim mumkin, lekin sevgi masalasida partnyorsan farqi yo'q. Nima? Partnyoringmi farqi yo'q, ja sevgansan. Kulgili desa ham bo'ladi. Hozir kulgili, lekin o'sha payt juda dahshatli voqea bo'lgan. O'sha bitta qiz bilan xayrlashayotgan paytim, uni ismini aytish o'rniga boshqa qiz ismini aytib o'rganman-da. Shu. Endi bu o'z eshitilishidan oddiy narsa-ku, lekin o'sha payt o'sha holatda, o'sha vaziyatda bo'lib turgan o'g'il bolalar bilmayman nima bo'lardi. Endi u qizni reaksiyasiga bog'liq-da. Reaksiyasi qanaqa bo'lgan bilasan? Bo'pti deb ismini o'sha boshqa ism aytib o'rsam, keyin men o'sha yerda men tushunmaganman. Bo'pti, mana shunaqa deb boshqa ism aytib o'rdim, turibman, normalniy turibman. Basharasi o'zgardi. Juda charchab ketganman. Ertalab 7 dan kechki payt 8 gacha kollejda tinimsiz repetitsiyalar bo'lganman. 8 dan kechki payt 12 gacha tinimsiz kanalda repetitsiyada bo'lganman. Xullas, juda terlab, raqslar bir narsalar ishlaganmiz, juda charchagan, men ham charchagan bo'lgan. U qiz ham men bilan birga repetitsiyada bo'lgan. Plus bunaqa qizlar ko'p-da, his qolish juda ham qiyin, o'shaning uchun ham farqi. Men haqimda odamlar bilmagan sir deb bu narsa mana shuni davom ettira olasan? Men haqimda odamlar bilmagan sir? Men o'z hech kimdan shunaqa sirim yo'q. Lekin agar nimadir o'zim haqimda aytish esimdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Hozir men chuqur o'ylab olishim kerak bu narsani. Shu paytgacha nechta qiz bola bilan munosabat qurganimni bilmaydi odamlar. Lekin men hozir aytib qo'yay, u katta sonli juda. Yo'q. Katta sonli emas. Kichkina sonli. 2 xonali. Nabiy shuni 2 xonali, 1 xonali. 1 xonalimi? Ani bir xonali kvartirada o'qishman. Hozir o'sha sirni aytaymi? Ayttir. Jiddiy munosabatda bo'lganim. Jiddiysan. 2 dona. 2 dona jiddiy. Yo'q, o'zi jiddiy emas munosabatim bo'lmagan qizlar bilan. Общий 2 ekan-ku o'zim. Bitta mem kerak edi joyga. Xullas keyingi savolga o'taylik. Yana bir qiziq savol. Instagramda o'sha Reels'da ko'rib qo'ygan edim, bir parchasi tarqalib ketgan. Sahnada qaysi qiz bilan nimadir bayram bo'ldimi deb bilmadim.
imtihonimiz edi bizani. Ha, yo'q. Hm. Imtihonda Ba'zan albatta pastdan video chiqib keladi. imtihonda mana shunaqa ish qilishgan. imtihonda. Bo'ldi? Ya'ni Shuni просто imtihonmidi? Ha, men Shu rostdan bo'lganmi o'zi misol uchun? yo'q, men estrada aktyorlik yo'nalishida o'qiganman kollejda 2 yil. O'sha bitiruv diplom spektaklimizda atrifkamiz bo'lgan Ayiq nomli. O'shanda hazillashib, hazillashib emas, uni shunaqa joyi bo'lgan. O'sha bundoq qilib turib, короче, bunaqa yo'q, rostakasi emas u. Temagan, anaqa qilganlar. Shunday. O'zimni yaxshilab yaqinlashtirib qarasanglar, qarasa bilinadi o'zi. Yaqinlashtirib qaranglar, ya'ni screenshot qilib turib, zoom qilib. Savolni qara, o'zim tuzgan ishongan savol. Agar hayoting kino bo'lganda, janri qanaqa bo'lardi? Janrimi, kinoning nomimi? Janri, nomi ketdi mana. Janri sarguzasht bo'lardi. O'zi asosiy janrlar qaysi? Menimcha drama bo'lardi ozgina. Ozgina komediya bo'lardi, net. Shu sarguzasht Xo'p. janridagi deqolaylik. Kino nomini aytishim kerakmi? Xo'p. Omad bo'la qolsa. Omad. Juda omadli insonman deyman. Har doim qayerda bo'lishim kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda bo'ldim va kimlar bilan birga bo'lishim kerak bo'lsa, o'shalar bilan birga bo'ldim. Xullas juda omadli insonman. Kerakli ustozlardan dars oldim. Yaxshi oilada tug'ilganman va maktabda ham ustozlarim yaxshi bo'lgan. Kollej paytidagi eng sevimli ustozing? Hamma ustoz hozir ularni taqqoslash noto'g'ri-da. Chunki qaysi birindir senga yaqin bo'lgan o'ziga yarasha tajribasi bor. Menga yaqin bo'lgani Jamshid aka, o'zi ikkita ustozim bo'lgan. Sarnoz ustozim va Jamshid aka. Jamshid aka bizga yaqinroq bo'lgan, chunki u erkak kishi. Biz o'g'il bolalar Jamshid aka bilan yaqinroq bo'lganmiz. Endi Sarnoz ustozimiz bilan uncha kontaktimiz zo'r bo'lmagan, muloqotimiz zo'r bo'lmagan. Chunki ular qiz bolalar, biz uyalib gaplashayotganda. Jamshid aka bilan bemalol to'rtta gurung ko'chada. Lekin darsda sal boshqacharoq ishlardi. Shunaqa. Ko'p ustozlarimiz bor. O'sha Dilobar opa bor, Dilobarxon ustozimiz, bizning kafedra mudiramiz. Muyassar ustoz bor, Sahrnutq ustozimiz. Eng kuchli, eng zo'r ustozimiz Muyassar ustoz. Oqil opa ustozimiz bor. Ular ham Sahrnutqdan, sahna harakatidan ko'p ustozlarimiz bor. Hammasini o'ziga yarasha tajribasi, o'ziga yarasha dars uslubi, o'ziga yarasha o'quvchilarga qo'llaydigan jazolari va anaqalari bor edi. Jazoni teskarisi nima? Maqtash, mukofotlari bor edi. Butun kollej davringda qilgan eng katta xatoing uchun, u qanaqa xato bo'lgan? O'shanga jazo qanaqa bo'lgan? Eng og'ir jazo demoqchiman. Xo'p, biza ko'pchi jismoniy jazolar bo'lardi. Minmatda o'tirib turish, qo'lni 1,5 soat ko'tarib turish, xullas shunaqa tavbaga tayantirishlar bo'lardi. O'sha jazoga yarasha. Ishga yarasha. Lekin Jamshid ustoz aytganlari bizga, biz guvohi ham bo'lganmiz. Eng zo'r jazo sizlarga jimlik deganlar-da. Gaplashmay qo'yganlar biz bilan. Haqiqatda shunaqa. Bir haftachami yalinganmiz. Ustoz kechiring. Shu gapirmay qo'yganlar. Undan ko'ra, minmatda o'tirib turganimiz-yu, oyog'imizga ertasi kun ishlamay qolgani ancha ustunroq. Ustozni xafa qilib qo'yib yurgandan ko'ra. Hop. Do'stlikni kichkina narsalar buzorishi mumkinmi? O'zi hozir bu gapni aytsam, ko'rib o'tirganlar ishonadimi yo'qmi bilmayman. O'zi men uchun katta narsalar ham buzib yormaydi. Mana. Agar u buzilgan bo'lsa, demak do'stlik bo'lmagan ekan hech qachon. Lekin shaxsan men uchun do'stlikni o'rtasiga tushadigan u munosabatni buzadigan hech nima yo'q. Xullas shunaqa. Lekin agar u munosabat buzilgan bo'lsa, demak do'stlik bo'lmagan ekan yoki qachonlardir bo'lgan bo'lsa, keyinchalik u yo'qolib ketgan. Kimdir aybi sababli? Kimdir aybi sabablimi yo'q qanaqa? Kimdir aybi sababli? Yo'qolib ketganga. Yo'q, qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Ikkalasi ham senga sovib. Agar kimdir sovigan bo'lsa, o'shani ushlab qola olmagani ham aybi. Agar
xuddi shunaqada, qarsiz ikki qo'llab chiqadi. Qaysidir tarafni ayblash noto'g'ri. Tez javob berishing kerak. Mhm. O'rtoqlik keltirma, rapid savollar Kamronga. Ha, yo'q deb javob bersam bo'ladimi? Jay unaqa emas degan, misol uchun. Bo'ldi, tushundim. Ketdi. Blitz savollar. Ha, ketdi-da, shunaqasi ham bo'ladi. Oxirgi marta kimni blok qilgansiz? Hech kim umuman blok qilmaganman, hech kimdan atpiska ham qo'ymaganman. O'zligi atpiska qilib udaltam qo'yishadi. Menga umuman Chiqoldirishmaysan. Daxlsiz, men blok ham qo'yib turgan, atpiska ham qo'ygan, boshqa ham qo'ygan. Pul topish uchun eng past chiqyapsan. Yo'q, hech qachon. Eng oxirgi yolg'onga qachon gapirding? Yolg'on umuman gapirgan. Hayotingdagi bitta odamni o'chirish imkoniyati o'zi kim o'chirasan? Butun hayoting davomidagi. Bitta odamni o'chirish kerak bo'lsa? Xo'p. Ana taksi joki demaydi. Yon gap. Kanatdagi. Magic Cityda bitta bola bor. Shu. Kanatdagi. Agar internet bo'lsa, nima ish qilasan? Hozir blogersan. Aktyor. Bloger Instagram yurg'izyapman, lekin aktyorman-da, shu rol o'ynayman. O'zingni kimdan ko'ra zo'r deb hisoblaysan? O'zimni kimdan ko'ra zo'r deb hisoblayman? U ichimda bilaman o'zim. Ichimdagi haqiqatimni, lekin uni tashqariga chiqarish noto'g'ri-da. U ichkaridagi odamning o'ziga bo'lgan ishonchida. Lekin agar u tashqariga chiqsa, u xunuk narsa, qanaqadir kibrli sal hidi keladimi? Shuning uchun aytmayman uni. Sen haqingda odamlar eng ko'p noto'g'ri o'ylaydigan narsa nima? Eng ko'p noto'g'ri o'ylaydigan narsalar? Odamlar men haqimda eng ko'p noto'g'ri o'ylaydigan narsalar. Bilmayman, e'tibor bermagan ekanman. Nima deb o'ylaysan men haqimda? Noto'g'rimi? Kamur deb o'ylayman. Kamur deyishinglar noto'g'ri. Bilaman noto'g'riligini, hazildan shuning uchun. Oxirgi marta kimga yo'lding? Oxirgi marta kimga yo'ldim? Qanday aytib ketganchi? Ha? Yo'q. Kimga yo'ldim oxirgi marta? Az yo'ldim. Nima deb yo'ldim? O'yinchoq pistolet bersam yo'lding. Bugun boya ofisda o'yinchoq pistolet so'radi, yo'q deb bermadim. Pulmi yoki mashhurlik? Xo'p. Mashhurlik. Ikkalasidan bittasini tanlashga majburman. Ya'ni mashhurlik bo'lsa pul ham bo'ladi. Mashhurlik orqasidan pul keladi. Pul bo'lsa mashhur ham bo'la olasan lekin. Mashhurda. Lekin o'zi asli ikkalasi ham juda muhim, katta o'rinli narsa emas menga. Lekin hozir ikkalasi uchun talpinyapman. Mashhurlik uchun ham. Do'stingizni xiyonat qilganda kechirasizmi yoki yo'q? Kechiraman. Xiyonat qilganda. Eng oxirgi sevgan odamingizni hozir ko'rsangiz nima deysiz? Hozir ko'rsammi? Kameradan ko'rib turgan bo'lsa ham misol uchun nima deya olasan shunga? Oxirgi sevgan insoningga. Nima deyman, seni sevaman deyman, butun borlig'im bilan. Juda ham qattiq sevaman. Oxirgi sevganing, ya'ni shuni aytaman. Bevshi bo'ladi shunaqa. Bevshi u oxirgi hozir u oxirgi emasmi? Oxirgi sevgan deb. Hozirgi emas, oxirgi deb. Bo'ldi, tushundim, savol tushundim. Qalaysan, ishlaring yaxshimi? Sog'lig'ing yaxshimi deyman. Shunaqa hayotingda muammo yo'qmi deyman. Nimaga bunaqa deyishim? Chunki u onasi, oyim dugonasi va shunaqa narsalar. U bizda unaqa munosabatdan tashqari ham tanishligimiz bor. Eng katta dushmaning kim? O'zim eng katta dushmanim. Rosa ko'p o'zim deb o'ylardim, dushmanim eng katta. Sanmi? Sen menga dushman bo'la olmaysan? Bo'la olmayman. Level hal turganida tushunolishdi. Level emas, men senga dushman bo'la olmayman. Nabiy menga dushman bo'la oladi degan hozir ham borda. Men his qilyapman-da. Shu o'zim hamma xatoni ham qiladigan, odamlar hammasi nimadirlar o'xshamasa, hammani ayblayveradi-da. Mamida shunaqa ayb boshqalardan qidirib ko'radi. Bahona deymiz. Bahona? Ha? O'zidan qidirib kelsa, lekin hamma javob oladi. O'zidan. Biz ham даже bir paytlar shunday qilamiz. Ha, dangasaligiyu, layoqatsizligi, qisqa fikrlashi. Odam aytadi-da, mana polni aytadi, mana video olaylik deydi, keyin oxiri hech kim olmasa, уже qo'yib qo'yadi-da. Mana shunaqa ko'p. Bitta narsa talplandi, bolqish bilan o'xshamasa keyin qo'yib qo'yadi. Shunday ketadi. Ko'proq ko'rsangiz yomonlikmi yoki yaxshilikmi? Nimani ko'proq ko'rsam? Hamma narsani, просто ko'proq ko'rsang, har xil narsa edi-ku. Porno video ko'rsang zarar, xotiring pasayadi. Lekin yaxshi millionni videosini ko'rsang, kayfiyating ko'tarilib, dopamin oshadi ozgina. Ko'p ko'rgan deydi-ku. Yaxshi. Ko'p ko'rsang, yaxshimi, yomonlikmi? Yaxshi. Juda yaxshi. Bir kun kimning hayoti bilan almashgan bo'larding? Shohruxxonni. Yo'q,
Lekin o'ylantiradigan savol, yer yuzidagi eng zo'r hayot o'zimning hayotim deb bilaman. Kun tartibimi, ko'rishadigan odamlarim, vaqtimni o'tkazishim eng zo'ri o'zimniki deb bilaman. Ba'zilar aytadi, men bilan unda bo'lib qolish qolardim, men bilan unda bo'lib qolish qolardim, uni muammolarini ko'tara olmaydi, deyapsizki. Masalan, hozir men Shohruxxonni hayotda yashasam, kayf, u millioner, dunyo taniydigan zvizda bir narsa, lekin uni muammolari menimcha uncha odamga og'irlik qilsa kerak. O'sha muammolarni ko'tarib yurgani uchun ham shunaqa darajada hozir. Qancha katta mas'uliyatni ola olsang, shuncha katta natijaga erishasan-da. Hozir menga bitta narsa kelib qoldi. Mana bir xil savollar bor ekanda, ularga pushti ko'zoynakdan boshqa ko'zoynak bilan qarab olgan. Misol uchun, kimni hayotdagi aralashgan bo'larding? Shohruxxon pushti ko'zoynak bilan qaraydi. Maza qilib beraman. Bir xil savollar bor, pushti ko'zoynak xayoliga ham kelmaydi, ko'paydi. Ming taraflarni ko'radi har doim. Da, Shunaqa. Ajaq narsa kelib qoldi hozir. Kamronni bir so'z bilan ta'sirla. Kamronni bir so'z bilan ta'sirli. Inson Sevgi uchun qanchaga qadar borasan? qanchaga qadar? Qanchagacha? Qanchagacha borish mumkin? O'shangacha boraman. Yo'q. Qanchagacha borish mumkin bo'lsa, o'shangacha boraman. O'limgacha. Anetda onaxo'r anetda. Kim aytdi onaxo'r deb? qilgan. Mani onam maza qilib yashaydi. Ona uchun qaqqachon borasan? Qara, sevgiga berayotgan savolingni onaga ham berasan, o'zi ikkalasini taqqoslash noto'g'ri-da. Darajasi umuman boshqa-ku. Yana ham boshqacharoq savol topsang, ona haqida javob beraman lekin. Faqat sevgiga urgan savolingni unga ham urib yubormagin-da. Jentrani baloni taxoga ketmaydi-yu. Vaziyatdan chiqdim menimcha. Kichkina bo'lib qoladi. Odamlar haqingizda bilingan fakt. Ismingni hozir bilishdi menimcha-da. Yo'q, ismimni biladi. Ko'p odam biladi ismimni, mohirligini. Odamlar men haqimda bilmaydigan fakt bu oyimni, adalarini, ukasini, o'g'lini ismi Ali Mirzoligini odamlar bilmaydi. Mana men hozir aytdim. Oyimni, adalarini, ukasini, o'g'lini ismi Ali Mirzo. Mana ham bilmasin. Yaxshi. Sizlar ham bilib oldinglar. Hozir topga chiqayotgan, lekin aslida kontentni umuman yoqmaydigan bitta bloger. Xo'p, topga chiqayotgan bo'lish kerak-a? Da. Men hech qanaqa husumatim yo'q. Da. Shunchaki shaxsiy fikr. Anoshkani videolari reklamdan chiqib qoladi. Shu u qizni shaxsiyati-yu, hayotdagi Anoshkaga meni hech qanaqa husumatim yo'q, lekin Instagramdagi yo'nalishi sal meni fokusim emasda, shu. Ko'p puling bo'lib ketsa, birinchi bo'lib oladigan narsang nima? Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Bir qopdan ham ko'p, bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim. Ko'p pulim bo'lib ketsa nima qilardim? Yaqinlarimni orzularini amalga oshirgan bo'lardim. Oyimning orzulari bor. Nima xarid qilgan bo'larding? Bardoy Prado. O'shani olib bergan bo'lardim. Bitta yaqin insonim bor, unga uy sovg'a qilgan bo'lardim. Yana bitta yaqin insonim bor. Yana bitta yaqin insonim bor, unga restoran sovg'a qilgan bo'lardim, ovqat pishirishga. Yo'q, gelik kerak emas. Yana bitta yaqin insonim bor, o'sha podkastni studiyani arendaga oladi, o'shanga o'ziga alohida studiya qilib bergan bo'lardim. Va men yana bitta yaqin insonim bor. U ham shu nima so'rasa shuni berardim. Xullas yaqinlarimga ishlatardim. O'zim hamma narsam bor, menga hech narsa kerak emas. Kamron telefon yo'yinda. Ha? Eng so'nggi direct message rasmga olib ko'rsatib yoz. Screenshot qilib. Oxirgi yozgan narsa. Instagramdagimi? Da. Mana. Nabi bilan yozishganman oxirgi marta o'sha Suhrob akani 17 olganlarini ana qilgan, ko'rsatgan menga, istoriyalarini tashlagan. Men nima deydi bu? Bu mana. Men Nabi mana. Shohruxxonning ikkita videosini tashlagan, o'xshaysan Shohruxxonga deb turib. Bo'ldi shu. Mana. Xo'p, oxirgi savol. Oxirgi savol? Tugadimi? Blitzga oxirgi savol. Nabiga uylanasanmi? Aylantirib olib keldim, hech o'sha javob topib turmasin maksimalni. Ichimdan juda ham xoliman bu narsani, lekin baribir hech narsaga 100% kafolat bera olmaymiz. Men ertaga uyg'onishimga kafolat bera olmayman. Hozir bu yerdan chiqib uyga yetib olishimga kafolat bera olmayman. Lekin ichimdan xoliman, harakat qilaman. Reklama taklifli ko'p tushadimi? Yo'q. Kam?
ko'p tushadi. Ko'pi bilan ishlamaymiz. Nimaga? Sabab? Endi bilmayman, ammo u tarafdan bo'ladimi? Menda hech qanaqa muammo yo'q. Qanaqadir anulab ham, misol uchun bitta mashnaqa toifadagilar bilan ishlangan bilan reklama tushsa U ishlangan. hammada aniq shekil. Shunaqa. Undan boshqacha. Anaqalar bilan, betlar bilan ishlamaydi. Aha. Qimor, kazinolar bilan. Undan tashqaricha yana. Yana shu prezervativ reklama qilmasam kerak. Bo'ldi. Yana shunga o'xshash o'zi mumkin emas narsalarni biladi-yu. Hamma shunaqalarni reklama qilmayman. Mumkin, yaxshi o'zingizni ommaviy zamonaviy mahsulotlarni reklama qilamiz. Xo'p, oyiga qancha pul topasan? Barakasi uchadi. Hop, haftasiga. Oy. Haftani- Haftasiga baraka uchmaydimi? Haftasiga 4,5 ga ko'paytirib qila olasizlar. Men bilmayman-da. To'g'riligini o'zi, Men ijodkor har hamma xil. pulimni azib beradi menga. Men o'zim bironta so'mini bilmayman, uni azib beradi, o'shani ishlatib yuraman bir. U stabil emas-ku, topadigan pulimizni. Bir kun bunda, har xil. Qancha ishlatishimni ayta olmayman. O'shani aytmoqchi. Yo'q, oyim o'ldiradi, yo'q jinnimiz. Oyim osib qo'ya qoladilar. Videoga quloq uzoq turasiz. O'tgan haftani o'zida men ishlatdim shekil. $1000 qanchasi o'zingga bo'lgan? Prям o'zingga. Shu $1000 qanchasi o'zimga bo'lgan? Misol uchun biz bilamiz, mana men bilaman, Kamron olgan pulini 90-95%ni jamoaga tiqadi, bizga beradi, boshqalarga beradi. 98%ni. Qolganini o'zi ishlatadi, o'shanga soladi. Shu 20-30% bo'lsa kerak. O'zing ishlatgansan? Ha. Chunki men bir xil ishlataman-da. Ana ba'zi berasiz hozir. Yo'l kira, ovqat. Bitta o'zimga alohida ishlatadiganim yo'l kiramga alohida ishlataman. Bo'ldi. Ato qolgan hamma narsa bir xil. Masalan, komandamliklarga nima olayotgan bo'lsam, o'zimga ham olaman, shu bir xilda. Sizga eng ko'p beriladigan savol qaysi mana? Beriladi-yu. Nabini sevasizmi? Xo'p. Shu savol. O'shanga javob bera olsang, berishmaydi qayda. Men bilmay qoldim. Menga eng ko'p beradigan savol nechinchi yilsiz deb savol berishadi. 2007-yilman. Yo'q. Shunaqa savolni ko'p berishadi-da. 2007-yilman men. Aziz nechinchi yil? Uni ayta olmayman. Aytolmaysan. Lekin bizdan katta. Bizdan katta. Shuni ayta olaman, bizdan katta. Nabini haqiqiy ismini aytib bersangiz. Nabini haqiqiy ismi Mahliyo Hasiljanova. Taxallusi Nabimi. Aytganmiz-a nimaga uni qilgani? Koreyskiy drama ko'rgan. O'shanda Nabi degan personaj bo'lgan, ma'nosi kapalak. Voy, Sen qarg'a qanaqadir to'g'mi bilmayman. Kapalak bu qani? Yoz, qanday buzarishing. Hech guruhga qarshi ish qilganmisan? Komandaga qarshi misol uchun, komandani fikri boshqa, san fikring boshqacha. San tipi lidersan. Yo'q deb turib o'zing juda ko'p bo'lgan unaqa narsa. Lekin agar bitta meni fikrim boshqacha-yu, ularniki boshqacha bo'lsa, men xo'p deyman. Oxirgisi qanaqa bo'lgan o'sha? Nima masalasi bo'yicha sport ketgan? Misol. Nima ishimiz haqida, ha. To'g'ri. Ular har doim Nabini aytgani bo'ladi. Qolgan ikkita bolalar jami, Aziz bilan Firdavsmi kim edi? Ular jentelmenda ular. Jentelmen. Qiz bolaning hurmatini joyiga qo'yadi-da ular. Shunaqa. Menimcha Firdavs jentelmen emas. Jentelmensan o'rtoq? Aynan. Jentelmensan. Emotsiyada xato ish qilib qo'yganmisan hech? Shu Nabi bergan javob. O'zi hamma xatolar mana shu emotsiyalar orqasidan bo'ladi. Jahling chiqadi, kimnidir dilini ortib qo'yasan bilmasdan. Kimdir jentelmen deb olasan. Eng ko'p menimcha jahl ustida onamni dillarini ortgan bo'lsam kerak. Jahl ustida. Ona. Turmayman oyi degan paytlarim bo'lganda 12 da uyg'otyaptilar. Turmayman deb dillarini ortib. Ona babi Aziz aytgan. Dodamni dillarini ortganman jahl ustida uyqusirab. Turmayman doda deganman. O'sha kechirim so'rayman hammalikdan. Nabini ko'p dilini ortganman jahl ustida. Bizaniki muhim emas. Sizlar qachon dilinglarni ortdim? Muhim emas, ortgan bo'lsa. O'shada. Kamron bilan Nabining o'rtasida hozir nima bor? Hozir Mana sani versiyam bilan ayt, keyin Nabini versiyasi bilan aytchi. Ikkalanglardan bir xilmi? O'ylanib o'tiribdi Nabi. Kamron bilan Nabining o'rtasida bilan. Xo'p, men bilan Nabining o'rtasida sevishib yurmaymiz, lekin do'stlikdan ortiqroq shaxsan menda bor. Men xullas juda ham yaxshi ko'raman. Sizga qanaqa qizlar yoqadi? Qanaqa tipdagi qizlar yoqadi? Bu ko'p podpishchilarga qiz o'tadi bu, podpishchilarga.
Qanaqa bo'lsam ham unga ham yoqarkanman deb ko'plar hamma chiqadi. bilsa kerak menga qanaqa qizlar yoqishini. Nabini profili. O'zgarishlardan qo'rqmaydigan. Ta'riflab bersang, bilan usti bilan ko'rinishga bor. Ko'rinishimi? Ha. Hammada har xil, misol uchun sochi sariq deydi bir xil. Ko'zlari katta-katta, yonib chaqnab turadigan. Sal qorachadan kelgan. Mag'izli bo'lsinmi rangi? Xullas Nabiga o'xshagan qizlar yoqadi. Nima yoqmaydi menga. Menga qizlar yoqmaydi xullas. Nabiga o'xshaganlar bor ekan, qaranglar. Yo'q, Nabiga otaman san noto'g'ri savol, bog'chada yopiq esimga tushib ketdi nimagadir. Shuni kelmasin bo'tkesi, yo'q, kelmasin emas. San noto'g'ri savol berding menga. Noto'g'ri savol berding menga. Nabiga biling. Nabi kameradan ko'rib turgan bo'lsangiz mana. Timur bilan munosabatlaringiz qanaqa hozir va o'sha payt? O'sha paytga menimcha javob berib qo'ygansan. O'sha paytda o'zim Nabiniki chiqqanda menimcha. Javob berib bo'ldi. Ha. Hozirgi qanaqa hozir? Hozir hech qanaqa munosabatimiz yo'q. Munosabat yo'q. Yo'q. Xuddi shu men aytgan narsa bo'ldi. Men jim turdim. Jahldan tushdi, bosildi hammasi. Bo'ldi. O'sha. Hozir ham menimcha Timurga men haqimda qanaqadir savol berilsa, yomon javob qaytarmaydi. Chunki o'sha jahl ustida aytgan-da gaplarni. Hozir hech qanaqa dushmanchilik bo'lmagan o'rtamizda hech qachon. O'sha payt ham dushmanchilik bo'lmagan. Hozir ham dushmanchilik yo'q, bundan keyin ham bo'lmaydi. Do'stlik ham yo'q. Eng yaqin do'stingiz kim? Men bitta odamni aytishim shartmi? Shartmi bitta odamni aytishim? Eng yaqin do'sting prosta. Nimaga bitta odamni aytishim kerak? Xo'p, farqi yo'q. Eng yaqin do'st deb hisoblaydigan insonlaring mana. Sizlar, san, Aziz, Nabi, qanaqadir mendan nimadir kutmasdan, meni nimadirlarimni olib qo'yishga harakat qilmasdan, men uchun qayg'uradigan, yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham, o'zinglarni majburlab bo'lsa ham turadigan sizlarda menda. Shu jamoamizdagi qolgan bolalar qizlar ham hammasini yaxshi ko'raman. Lekin o'sha eng yaqinlarim hozir hayotimda sizlar. Qanaqa qilib mana qiyomatli do'st orttirish mumkin? Men hech qachon qiyomatli do'st orttirishga harakat qilmadim. O'zimdan misol keltiraman. Qiyomatli do'st orttirishga harakat qilmaganman. Men qiyomatli do'st bo'lishga harakat qilganman. Xudo sizga yaxshi bo'lsangiz, menimcha yomon odam jo'natmaydi deb o'ylayman-da oldingizga. Agar siz yaxshi bo'lsangiz, oldingizda yomon odam bo'lsa, Xudo olib qo'yadi deb o'ylayman. Siz uni qancha yaxshi ko'rsangiz ham. O'sha menimcha o'sha qolganlarga ham tavsiyam, anaqa do'st orttirishga harakat qilib yurmanglar. O'zingizlar yaxshi do'st bo'linglar. Bo'ldi. Yaxshi javob ekan. Sen menga unaqa do'st bo'la olmading, deyish oson-da. Men qanaqa do'st bo'ldim ekan, o'ziga o'zi savol tashlash qiyin. Kamol, hayotingdagi eng og'ir kuning haqida gapira olasanmi? Hamma narsani narxi bormi? Narxi bor narsalardan ko'ra, narxi yo'q, bebaho narsalar ko'proq deb bilaman. Shunaqa. Sotib bo'lmaydigan narsalar ko'p-da. Masalan, tabiiy hissiyot sotib ola olmaysan-da. Endi qanaqadir kimgadir nimalar olib berib turib, bu narsalar, masalan, o'rtog'ingga ko'proq abetiga to'lab yuborsang, ko'proq paxta qo'yishi mumkin senga. Lekin tabiiy emas-da. Tabiiy emas-da, soxta narsalar sotib olasan. Eng katta qo'rquving nima? Eng katta qo'rquvim oldin menda bo'lmagan. Kim bilan ham tanish bo'lsam ham bo'lib ketaverardim. U ketib qolsa ham menga hech bo'lmas edi, menga daxlsiz. Menimcha meni yo'qotish bo'lsa kerak. Juda keragidan ortiq realist va o'zini o'ylaydigan egoist odam bo'lganman. Oxirgi mana shu 2 yil nimadir sabab bo'lib o'zgartirdi. Men juda ham ko'p odamga bog'lanib qoldim. Juda ham ko'p ayriliqlar bo'ldi afsuski va shundan keyin to'xtamadi bu narsa. Yana shunga o'xshash hodisalar bo'lyapti-da. Ayrilib qolishi mumkin bo'lgan hodisalar bo'lyapti. Bilmayman, menda qanaqadir kichkina fobiyachaga aylandi bu yaqinlarimni yo'qotib qo'yish. Men hatto umuman menga bilmayman, unaqa yaqinligi bo'lmagan, men bilan birga o'tirib choy ichmagan, men bilan o'tirib 1 soat gaplashmagan odamga ham bog'lanib qolishi mumkin bo'lib qolgan hozir. Men atrofimdagilarni birontasini hozir yo'qotib qo'yish xohlamayman. Qo'rquv menda shu, kimdir yo'qotib qo'yish. Nima deb o'ylaysan? Pul baxt olib keladimi? O'zim yo'q deyman. Juda ham ko'p odamlar bilan tortishaman. Pul baxt olib kelmaydi, pul baxt u yo'q, pul hamma narsa pul. Pul. Lekin
mana baxt asos desak, pul unga qanaqadir ko'makchimi? qismda, qismda. Masalan, mashinani qanaqadir qismi bo'lmasa, u yurib keta oladi. Lekin asos motormi? Motor bo'lmasa yura olmaydi, to'g'rimi? Asosan baxt asos desak, pul qanaqadir qism. Lekin men pulim bor payti ham rosa baxtsiz bo'lgan paytlarim ham bo'lgan. Lekin 1 so'm pulim yo'q, optoda qiynalib 5 kilometr uyga ketib qornim och, gummaga ham, ko'laga ham pulim yo'q paytlari. Bitting. Vobshe pulim yo'q paytlari simdoshim bilan uyimga 5 kilometr optoda peshkom ketganimda baxtiyorligim esimda. Mazaq gaplashib ketganmiz. Mana shu bir tiyin puli yo'q o'rtalarim bilan mazaq gaplashib o'tirganlarim esimda. Tabii, ana hech baloga erishmagan paytlarimiz. Lekin nimagadir pulim bo'lganda ham baxtsiz kunlarim bo'lar ekan. Sen haqingda aytilgan yomon mishmishlar rostmishlar qanaqa? Oxirgisi shu Nabiyni deb chiqib ketdi. Bo'ldi. Undan keyin yomon mishmish eshitmadim men. Yo'q, bo'ldim shunaqa. Yo'q, maqalaga qiziqmay yuraman. Shu unaqa emas, noto'g'ri. Uni o'ziga yarasha juda ham katta sabablari bor edi. Uni o'sha kerakli odam bilan gaplashib oldim hamma. Ya'ni unaqa emasligini tushuntirishga harakat qildim. Shu mishmish Nabiy deb chiqib ketdi, kechivordi Nabiy deb. Bu mishmishda. Bu mishmish, bu noto'g'ri. Odamlar tavba qilib, xuddi hamma narsani tepasida turganda kommentariy yozadi-da. Ba'zi kommentlarni o'qib qolaman. O'zi bu bunaqa. Men o'ylayman, sen oldimizda emasmidi? Shu payt deyman-da. Yo'q, men o'zim o'zdan shunaqa bo'ldimi ekan deb qolaman-da. Odamlar shunaqa ishonch bilan yozadi. Lekin mishmish hammasi bo'xton. Shu bekorchi odamlar yozgan narsa. Endi o'z aslida hammani o'zini fikri bor deyishim kerak-ku, lekin har doim 2 kere 2 ni bitta to'g'ri javobi bo'ladi, to'g'ri. Ya'ni hammani o'zini fikri bor degan tushuncha ham bor, lekin har doim bitta to'g'ri javob bo'ladi. Va shu to'g'ri javob unaqa emas, Nabiy uchun chiqib ketmaganman, bu mishmish. Bizda o'sha yangi formatdagi videolar kutilib bo'ladi bizlar Alapro jamoasidan. Ya'ni katta ofis olingan, katta joy, bu yoqda vobshe sizlar kutmagan yangi turdagi kontentlar olib boramiz. Uzoqqa bir oy. Va yana Alo oilasi sizlarga o'z futbolkalarini taqdim etgan, reklama ham qilganmiz. Yana hozir eslatib ketaman. Bemalol kiyib yurishinglar mumkin. VIP. Ya'ni yangi stilda ham chiqishi kutilyapti. Har xillarni sizlarga taqdim etamiz, xudo xolisa. Seni eng ko'p xafa qilgan seni yaqin insoning. Akam hamma akasi bor, o'g'il bolalarning akasi bo'lsa kerak. Tushunadi, biladi. Juda g'alati yomon hazillar qiladi demanga. Shunaqa. Akam. Seni sevgan odamni rad etib, keyin afsuslanganmisan hech? Yo'q, menga o'sha sevgi izhorlar bo'lgan payti ko'ngilni ortib qo'ymaydi deb o'sha gapirishaversan. Men aytaman, ishonaver yoki ishonaveringlar, mendan yaxshiroq bolaga loyiqsizlar. Men vashshe bo'lmagan bir g'alati bolaman o'zi aslida. Ko'rganimchalik emasman. Resiplos ishlarim ko'p meni deb turib aldab boraman. U ko'ngli sovish uchun qanaqadir yo'q degandan ko'ra, menimcha mana shunaqa o'zini yomonlab, uni ko'nglini sal yaxshiroq qo'ygan yaxshi deb bilaman-da. Ikkinchi, yo'q unaqa afsuslanmaganman, rad javob berib, lekin xijolat bo'lganman rosa ko'p. Xijolat ba'zida hammada bo'ladi. Lekin ba'zida xijolat bo'lmaydi, bor-ku, gaplashaveradi hammasi. Shunaqa iflos odamlar bor. Bo'pti, kesib tashlab joyini. Bo'lmasa hamma o'zim aytayotdi deb o'ylamasin, o'z og'iz bilan san aytayotdim. Qataqa berasan bitta? Ketdi mana. Ilohim. Ishlarimizga rivoj, Alaproni yuksaltirish duo kesildi. Dostona, san qora qorta. Qil. Galma-gal o'rta, birinchidan keyinman. Qildimmi? Bo'pti. Ishlarimizdan rivojini bersan, inshaalloh bizga ovqatga pulimiz bo'lsin, ofisga pulimiz bo'lsin, ko'chada qolmaylik. Kerak emas. Oilamiz, xudo xolisi, butun oilamiz shu va kuzatib turgan bizani tomoshabinlar hammamiz xudo xolisi, xudo shunga yetkazsin, o'ylagan niyat maqsadlarimizga yetaylik. Orzular orzuligicha qolmasin.
baxtiyor hayotga pushti ko'zoynak bilan qarab yashaylik. Amin. Allohu akbar. Avval podkastı 3-soni shu bilan yakuniga yetdi. 4-songa sal anaqa berib Go. Kim keyingi mehmon? Sir saqlaylik-ku, aniq emas-da. Intrigami? Bunaqa deydi. Keyingi mehmon kommentariyada yozinglar va biz shuni chaqiramiz. Ne? Ne? Mayli.